Tak, salom hammaga. Bugun 26-dekabr. Finlandiyada qish kelganiga qaramasdan haligacha qor yo'q. Lekin quyosh bor. Shunisiga ham shukr. Menimcha qorga qaraganda quyosh bo'lgani yaxshiroq. Tak, ishxonadan dam berishgan edi 3 kundan beri uydamiz. Rojdestvo bayrami bo'lgani uchun kelgan. Yana 2 kun shanba oddiqgan to'g'ri kelib qolgan. Sirg'im 5 kun dam maza qilib dam olib kelamiz. Kutubxonadan kitob olgan edim. O'shani hozir qaytarishga ketyapman. Yo'l ekan velosipeddan olib shahar razincha aylanib kelaman. Ya'ni rayondan. Tak, meni velosiped oldida korzinkasi ham bor. И полуэлектрический. Bitta qo'lda haydab ketish juda qiyin emas. Qor yo'q bo'lganiga sirpanib chiqaman, shunga osonroq. Gramisi qo'limdan kamera tushib ketmasligi kerak. Aldan beri ko'rib o'tiribman. O dengiz o'rtasida parusni surfing bilan shug'ullanishyapti bolalar. Kamera yetkazib bera olarim ekan. Hozir mana o'sha yerda oq suzib yurgan. Menimcha juda zo'r sport. Minus tarafa suvga tushib ketsa, suv shamolab qolsa bo'ladi. Quyosh bo'lishiga qaramasdan havo juda sovuq. Dengiz bo'yida 5 minut o'tirib qo'llarim yaxlab qoldi. Endi hozir yana 15 minutcha dengiz bo'ylab borsam kutubxonaga yetib boraman. O'sha yerda kelgan u narsa ko'rsataman. Ot bibliotekaga ham, kutubxonaga yetib keldim. Даже ruschadan ham yozib qo'yishgan. Biblioteka deb. Self okay, yeah. Yeah, so it's okay. Find yourself. Yeah. Yeah, if you come with me. O'zim bilan 3 ta kitob oldim. Oson fin tilida, ya'ni oddiy so'zlar ishlatilgan. Birinchisi kosmos haqida, ikkinchisi ekologiya, havo o'zgarish, uchinchisi 50 ta kashfiyotlar. Bu kitoblar ko'proq ekan. Men mahalliy bibliotekaga qaraganda
Lekin birinchi pravila kitob olishdan oldin хотя бы bitta страница o'qib chiqishim kerak. Zerkali kitob bo'lsa, o'zim qaytarishim kerak. Majbur bo'laman. Endi fin tilini o'rganishni boshlaganimda shu kitoblar bo'yicha o'qirdim. So'men Mestari 2, 1ni tugatganman, 2, 3 tugatdim, lekin 4 tugatganim yo'q. 4-chasini yaxshi emas deyishgan. Demak, men kutubxonadan chiqdim. Endi hozir magazinga kirib kechki bu fruktlar, ichki bu narsa olish kerak. Rosa chanqalib ketdim. Bu magazinga ancha ko'p kelmayman. Lekin отделlari rosa katta. Kiyim, texnika, bu ikkinchi etaji. Birinchi etajda oziq-ovqatlar. Bu ham rosa katta отдел. Mana birinchi etaji. Bu magazinning nomi Prisma. Prisma bilan Co City Market degan magazinlar bor. Juda shu ikkita asosiy Finlandiyadan magazin. Men boradigan magazin Lidl. Ikkalasidan ham arzonroq. Bu yerga men cho'lchin olishga kelardim. Chunki poyezd mamta vokzal bor, vokzalga o'tirib ketishdan oldin balut tutishga borardim o'rmonga. Kelib cho'lchin olib ketardim. Eng yana yoqimli mana отделim velosipedlar. Bu narxlarini hozir ko'rib chiqaman. Hozirgi velosipedim mashinaga o'xshagan, mana. Sразу sezilyapti, bu kачествоsi balandroq. Narxi ham 1,5 euro. Elektrichеский batareyaga ancha kichkina mощныйroq bo'lsa kerak, motori ham menimcha Bosch motori. Men olgan velosiped second handdan olganman, lekin ko'p haydalmagan edi. 500 euro olganman. 1,5 yildan beri o'sha haydab kelyapman. Yomon emas. Dальше qimmatlashib borar ekan. 2200 euro. Так. Что-то kamerani to'g'rilamayapman постоянно. И oddiy velosipedlar. Nagi tarafda ham yana elektronli velosipedlar ham bor. Tak, mana gibrid hisoblanadi. O'rmon uchun mo'ljallangan. Любой поверхность bo'yicha ketaveradi. 600 euro. Texnika. Bularni unaqa qiziqmayman. Yo'l-yo'lakay ko'rsatib ketishim mumkin. 470 euro. Посудомоечная машина. Eng arzoni 370. Bunaqadir gram degan brend 150 euroga gram. Bunaqadir 5 yil garantiya berar ekan. LG narxi yozilmagan ekan. Вот LG 550 euro. 8 kilo. Ko'proq ekan televizorlar. Samsung 55 dyum 600 euro. 50 dyum 400 euro. Mana uchun qimmatda bo'lsa kerak. 65 dyum Sony 1200.
Xullas, yaxshi aylanib keldim. Bugun shanba bo'lmasiga qaramaganda uyda o'tirmadim. Ertasi soat 2 soatcha aylanibman. Soat 1larda chiqqan edim. Hali quyosh bor edi. 2 soatning o'zida уже quyosh botib ham bo'ldi.